Adenoid bezi kattalash darajalari. Bolangizda qaysi bosqichda ekanligini bilib oling. Birinchi darajali adenoid, ya'ni yengil daraja. Belgilari: burun qisman bekadi, kechasi ozroq xurrak otishi mumkin. Bola kunduzi mutloq normal nafas oladi, ko'pincha shamollashdan keyin bilinadi. Bu darajada jiddiy muammolar bo'lmaydi. Vaqtida e'tibor berilsa, asoratlar oldi olinadi. Ikkinchi darajali adenoid, ya'ni o'rta daraja. Belgilari: bola og'izdan ko'proq nafas oladi, kechasi xurrak kuchayadi, burun doim berkib yuradi, ba'zida eshitish pasayishi mumkin. Bu bosqichda lo'r ko'rigi muhim hisoblanadi. Uchinchi darajali adenoid, ya'ni og'ir daraja. Belgilari: bola faqat og'izdan nafas oladi, kechasi og'ir xurrak va uyqusizlik, burun doim berkib yuradi va shilliq ishlab chiqarishi kuchayadi, eshitish pasayadi, otit rivojlanish xavfi juda ham yuqori bo'ladi, yuz tuzilishi o'zgaradi, ya'ni adenoid qiyofa yuzaga keladi. Bu bosqichda lo'r ko'ruvi va davolash juda ham muhim hisoblanadi. Agar bolangizda uzoq davom etuvchi burun berkishi, kechasi xurrak otishi, tez-tez quloq og'rishi va tez-tez tomoq og'rishi bo'lsa, albatta lo'r shifokoriga murojaat qilishingiz kerak.